Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 29-iyun kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. Anjirpay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzcard va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. Anjirpay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. 1 AQSh dollari 12.009 so'm 29 tiyin bo'lib 4 so'm 23 tiyinga arzonladi. 1 yevro kursi 13.699 so'm bo'lib 49 so'm 24 tiyinga qimmatladi. 1 Rossiya rubli 154 so'm 74 tiyin bo'lib 5 so'm 21 tiyinga arzonladi. 1 qozoq tengesi 24 so'm 70 tiyin bo'lib 7 tiyinga arzonladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba Markaziy bank.